Kitoblar qator-qator, shohnoma, hamsalar bor. Vaqtni o'tkazmay bekor, kutubxonaga keling. O'yla, izla, top, o'qi, qalbing yorishar oftob, chinakam do'stdir kitob, kutubxonaga keling. Yaxshi yomon bilasiz, farqin idroq qilasiz, ma'rifatga to'lasiz, kutubxonaga keling. Bularsiz ahli tolib, kitob qalbga berar zeb, inson zo'r bo'laman deb, kutubxonaga keling. Qadimda donishmandlardan biri kitobsiz uyni ruhsiz tanaga o'xshatgan ekan. Qarang, qanday chiroyli o'xshatish. Haqiqatda kitoblar jamlanib turgan xonadonni fayzi bo'lakcha bo'ladi. Har bir xonadonga kirar ekanmiz, kitoblar to'la javonni ko'rsak, bizni bahri dilimiz ochiladi. Bu xonadonda ma'rifat, ma'naviyat yuksak darajada ekanligidan bir o'zimizda ishonch hosil qilamiz. Albatta, shu bilan birgalikda nafaqat xonadon, balki hududlarda ochilayotgan kutubxonalar, qurilayotgan yangi kutubxonalar, mana shunday mo'jaz barcha sharoitlarga ega bo'lgan, bag'rini kitoblar to'ldirgan mo'jazgina kutubxonalar qurilayotgani bizni juda ham quvontiradi. Albatta, har bir hududlarda, mahallalar deymizmi, tuman markazlarida, shahar markazlarida, eng chekka hududlarda ham kutubxonalar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Bu ham bo'lsa, barcha yurtdoshlarimiz, eldoshlarimiz, ayniqsa yoshlarning kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga hissa qo'shmoqda. Biz bejizga kutubxonalar haqida, kitob haqida so'z ochmadik, chunki navbatdagi lavhamizda Xonqa tumani axborot kutubxona markazi o'zining yangi binosiga va bir qator sharoitlarga ega bo'lganligi haqida so'z boradi. Ishonamiz, lavha sizlarni befarq qoldirmaydi. Kitobsevar muxlislarimizni ekran oldiga yanada yaqinroq o'rnashishlarini so'rab qolamiz va birga tomosha qilamiz. Marhamat. Millat taraqqiyoti, mamlakat rivoji, ilm-fan rivojlanishi, kadrlar salohiyatida kutubxonalarning o'rni benihoya katta. Bilim, ta'lim, mutolaa va kitoblar orqali intellektual kapitalni shakllantirmasdan yurt taraqqiyotiga erishib bo'lmaydi. Bugun axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal o'sishiga qaramay, aynan kitob va mutolaa jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy rivojlanishi bosh mezoni hisoblanadi. Global axborot jamiyati va tezkor ijtimoiy o'zgarishlar davrida kitobxonlik doimgidanda muhimroqdir. Bunyod etilayotgan ma'rifat o'choqlari kutubxonalar aholi ma'naviy olamini yanada boyitishda, farzandlarimizni ezgu g'oyalar asosida kitobga mehrli etib tarbiyalashda eng yaqin ko'makchi. Xonqa tumanida zamonaviy axborot kutubxona markazi tashabbusli byudjet loyihasi asosida 1 milliard 360 million so'm mablag' evaziga qurib bitkazildi. Bu yerda 280 ming dona kitob fondi mavjud bo'lib, 50 o'rinli o'quv va elektron zallari bor. Yangi kutubxona kitobxonlarga qulaylik yaratish maqsadida mebel jihozlari va yangi adabiyotlar, kompyuterlar va internet bilan ta'minlandi. Bizning Xonqa tuman axborot kutubxona markazimiz faxrlansa arzugulik 280 ming kitob fondiga ega. 2019-2024 yillarda Xonqa tuman axborot kutubxona markazimiz o'z binosiga ega emas edi. 2024 yil biz kutubxonachilar uchun, biz xonqoliklar uchun juda ham faxrlansa arzugulik, quvonchli yil bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Yangi binomizni 2024 yil 30 dekabrda foydalanishga topshirdi. Yana tuman hokimimiz 27 millionlik kitob ham sovg'a qildilar. Yana quvonarlisi shundaki, O'zbekiston Milliy kutubxonasi direktori Umidat Olimjonovna tomonidan 100 million pul sovg'a qilindi. Bu sovg'alar albatta butun xonqoliklarga bo'lgan hurmat deb bilaman. Bu sovg'alar albatta yoshlarimizni kitobga yanada bo'lgan qiziqishlarini oshiradi deb o'ylayman va oshirayapti ham. Chunki har kuni binomizda yuzlab kitobxonlar kelmoqdalar. Shunisi ahamiyatliki, markazda turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, seminarlar muntazam ravishda o'tkazib kelinadi. Markaz xodimlari yoshlarni kitobga, kitobxonlikka qiziqtirish, kitobxonlarga hozirgi zamon talabi darajasida xizmat ko'rsatish, kutubxonalarda yuritilayotgan me'yoriy hujjatlarni yuritish,
kutubxonachilik faoliyati va boshqa mavzularda ma'lumotlar beradilar. Bundan tashqari, Xonqa tumanining 8 ta hududida ko'chma kutubxonalar tashkil etilgan. Markaz tomonidan kitobxon mahalla ko'rik tanlovining tashkil etilishi esa qishloq aholisi orasida kitobxonlik madaniyatini yanada oshirishga xizmat qilmoqda.